Bugungi murojaatim mening drug va okrugda ishlaydigan qizlar uchun 2004-2005 ikkita bola keldi, analiz topshirgan, vizit chiqdi. Ikkalasini so'rasak, ular drug va okrugga borgan o'sha qizlarning oldiga. Yoshlar bilmaydi, berezinka. Endi uni berezinka qilgan shu ishda bir martada ushlagan. Ikkalasi ham bitta qizga borgan. 6 oy oldinmi, 7 oy oldin borganmi, qachon bo'lsa ham, lekin borgan. Ikkalasi ham aytib beryapti istoriyasini. Bir qizga borgan, berezinka, ikkalasi ham bir qiz bilan yotgan. Rezultat kelib bizga topshirdi. Ikkalasi ham 2004-2005, ikkalasi ham yosh bola. O'zbekistondan. Ikkalasi ham VICH положительный chiqyapti, VICH chiqqan. Unda bular qanday uylanadi ertaga, uylanishi bor, analiz topshirib chiqib qoladi. Bularga hech kim решение sog'lom deb bermaydi uylanish uchun. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, bormanglar. Rezinka bilan ham, rezinka ham sizlarga bormash kerak. Chunki bu narsa juda ham ko'paygan, bu infeksiya. Imенно drug va okrugdagi qizlar iltimos analiz topshirib yuringlar, ishlamanglar, o'sha ish qilmanglar. O'zimizni bolalarni, o'zbek tojik qizlarni zarazit qilyapsizlar.